yiqilmay surinmay quloqni choping, sizni duo aylar Diyorbek rais. Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar, hurmatli Uloq ko'pkarning ashaddiy ixlosmandlari, hurmatli polvonlar, hurmatli o'qvozlar. Mana bugun go'zal va beqiyos diyorimiz O'zbekistonimizning Vodiy elida Namangan viloyati Chust tumanida o'ngan o'sgan oila sohiblari, Andalus Trans asoschilari, Qodirxon hojatomizning farzandlari, Uskunxon, Bekzodxon, Muhammad Yusufxon akalarimizda farzandlarimda sunnat va xatma to'ylar munosabati bilan ertalabdan el yurtga dasturxon yozib, osh berib qolaversa, mana shu maydonga butun O'rta Osiyo polvon otvozlarini taklif aylab, jamujam aylab, el yurtda bir duosini olish maqsadida, el yurtga bir ihson qilish maqsadida mana shu maydonga barchamizni taklif aylab turibdi, jamujam aylab turibdi do'stlar. Ana endi yuqorida juda go'zal so'zlar bo'ldi. Mana ustozimiz Zafar xo'ja akam chiroyli ko'rsatmalarni berdi. Birinchi o'rinda tomoshabinlarga yuzlansak akalar, mana maydonimiz ajoyib, eng zo'r go'zal maydonlardan biri. Tomoshabinlarga bemalol tepaga yuqoriga chiqib tomosha qilib o'tirish imkoniyatlar zo'r. Polvonlarimizdan ham talab, ham iltimos qilib qolamiz. Maydondan sirtga chiqmaysizlar yigitlar, umuman maydondan sirtga chiqadigan bo'lsangiz, akangizni tashlayvering. Bekor bo'lib ketadi sog'ingiz. Keyin bir-biringizga umuman qamchi ko'tarish, yomon haqoratli so'zlar bilan bir-biringizni haqorat qilish qat'iyan man etiladi yigitlar. Agar bir-biringizni haqorat qilib, qamchi ko'tarib, urush janjal qiladigan bo'lsangiz, mana shu maydonda o'zida chora ko'radi yigitlarga. Hozir endi Ko'pkari federatsiyasi rahbariyatidan ko'rsatmalarni olamiz. Xudo xolasa barakalarimizdan duolarni eshitamiz. Madhiyamizni tinglaymiz. Xudo xolasa birinchi marra sonlarni e'lon qilamiz yigitlar. Madam Kadim. Sodirxon Hojiboydan ozgina ishlar bilan tantagan, mehmonlar bilan tantagan. Shuning uchun imkoniyat darajasida imkoni bo'lsa kelib muxlislarimizni, polvonlarni tabriklab qo'yishaveradi. Bekzodjon akamizga navbatni beramiz. Sektor rahbari, Uloq Ko'pkari federatsiya sektor rahbarlari. O'sha rahmat. Assalomu alaykum. Degan muxlislar, polvonlar, aka-ukalar. Xush kelibsizlar. Amin. O'zi yaxshi kunda turibmiz, birovga qattiq gapirish niyati yo'q. Sizlardan ham iltimos, avvalambor ming marta iltimos, keyin talab. Janjal boshlaydigan, janjal niyatda kelganlar, oldin janjal qilganlar. Bu maydonga ko'pchilik mehnatsingan. Janjal qilayotganlar, ko'zingni ochib ol. Sen 30 ta polvonsan. Sen shunda polvon bolalar turibdi, chekada seni tomosha qilib turibdi. Agar o'zingga ishonsang, chiq oldiga chiqarib qo'yaman. Bo'lmasa kel oldimga. Ham gapirni o'qi. Sog'lom uchun chopayotgan bo'lsa, kel to'g'ri kel. Ham gapirni o'qi. Sog'lom boshdan oldiga kel, otingga aytmasang da sog'lom bermasa. Kelib bizga gapirgin. Bu hammaga tegishli gap emas. Polvonlar, hammanglarni hurmat qilamiz, hammanglar bilan aka-ukamiz. Ikki ulovda janjal qilgan o'g'il bola bo'lib chiqib ketdi hozir davrada. Chiqib ketdi o'g'il bola bo'lib. Hisobmasligiga ikki marta hisobmas. Ey, baraka topib tur. Birovni to'yini buzib nima qilasan? Bunday ko'ra niyat qil, uloq berish uchun. Bu uloq berib qo'yilib qo'yayotgan bo'lsang ham. Jannat makon ülkemizga ko'z tegmasin. Hop, Uloq Ko'pkarimizni sekin-astalik bilan boshlaymiz. To'y sohiblari tagalarda maydonga olib chiqishda harakatini qilamiz. Takani tashlab turganlardan iltimos qilamiz.
takani marradan marraga chopamiz. Palvonlar, sizlardan iltimos qilamiz. Jugan chiqib ketib qolib, otiga sirli qolaydigan bo'lsa, borib olib Duon beylarimizni kallasini, bayroqchilarimizni kallasini qotirmang. Otni baquvvatroqini minavering. Yiqilganga sovrin yo'q. Ko'pkarimizning birinchi marra olimlari bir to'y bilan borasiz, sarkagalar bilan qaytasiz. Bugun Namangan Chus Oltin tor maydonida olov ko'pkarimiz boshlandi. Qodirxon Hoji otamizning farzandlari O'zkanbek Bekzodjonlarning ulug' ko'pkarisi Quvonchlik kunlarining birinchi marra olimlari bir to'y pastga marraga chopasiz, bir sarka bargilam yuqori marramizga choping. Hali palvonlarga harakat qilamiz. O'zkanbek mikrofon yoniga kelib ketasiz. Harakat qilinglar palvonlar. Xudo xolasa ko'pkarimizning birinchi marra so'limlari ijinglab turgan to'y bilan borasiz. Bir sarika bir gilam so'lim bilan qaytasizlar palvonlar. Namangan viloyati Chust tumani Andalus Trans asoschilari Qodirxon Hoji otamizning farzandlari O'zkinxon, Bekzodxon, Muhammad Yusufxonlar ko'pkarlari birinchi marra so'limlar boshlandi do'stlar. Qodirxon Hoji otamizning nabiralari Admirjon, Asqarjon, Muhammadjon, Muhammad Sodiq, Muhammad Umar, Abdul Muhayminlar ko'pkarlarining birinchi marra so'limlari boshlandi do'stlar. Bir to'y bilan borasiz, bir sarika bir gilam bilan qaytasizlar palvonlar, harakat qiling. Ko'pkarimizning birinchi marra so'limlari boshlandi do'stlar. Harakat qilasiz.